Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun bir taksida qiziq holat bo'ldi. Buni ham sizlarga ulashishim kerak. Yangisaroydan zakaz tushdi. Bordim endi. Shaxtyordan bordim. Borgandan keyin klientlar aytayapti, Rustam Rahmonovning kafesi ishlaydimi deyapti. Soat 11:30 atrofida. O'sha yerdan bir yarim soatcha oldin o'tib ketganimga Rustam Rahmonovning kafesi ishlayotdi. Endi bilmayman, klient olyaptimi yo'qmi bilmayman, ishlayotdi. Keyin klient aytayapti, Rustam Rahmonovning kafesi ishlayaptimi, o'sha yerga borsak, Yangisaroy yopilibdi deyapti. Men aytdim, ishlayotganda aka dedim. Bo'lmasa o'sha yerga haydang dedi. Bordik. Borgandan keyin Rustam akaning nimasi ishlamayotgan ekan, kafesi ishlamayotgan ekan. Endi klient aytayapti, sen ishlaydi deb olib kelding, ishlamayotgan ekan. Pulni to'lamaymiz deyapti. Men aytdim, aka boya o'tib ketganimcha ishlayotdi. Mana hozir ham ko'ryapsiz, svitlari yonib mashina turibdi. Siz ham o'tib ketsangiz ishlayotgan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz dedim. Mana yonidagi Azimsher dedim. Azimsher svitlari o'chiq dedim. O'chiq bo'lganida men ishlamayapti deb aytardim dedim. Endi dedim, men qayerdan bilay, bular klient qabul qilyaptimi yo'qmi dedim. Yerda razborniy holat bo'lib qoldi-da. Endi bir tomondan men ularni aldab olib borganga o'xshab qolyapman-da. Lekin borganimizda ham mashina turibdi, svitlar yoniq, odamlar o'sha yerda bor, lekin klient qabul qilmayapti ekanda. Keyin aytdi, bo'lmasam jo'ra dedi, bizani olib kelgan joyga qaytarib olib borasan, yo'lkirani beramiz dedi. Mayli aka, o'tiring dedim. O'tirishdi, xayriyat ham shu Sarasoda Sultonning oldidagi kafe ishlayotgan ekan. O'zi ayb mendan ham o'tyapti, buni o'ylab qarasak. Yani yangi ochilgan o'sha yerga kafe bor ekan, o'sha ishlar ekan. Ismi ham Mangalmidi, esimdan chiqdi. Mangal ham ishlayapti ekan. Keyin o'sha yerga tushirdim. Endi bilmadim hozir bu yerda kim aybdor, men shuni tushuna olmayapman. Men ularni aldab boryapmanmi yoki ular zakaz qilib o'sha yerga borib ko'rib kelganimi? Men shuni tushunmay qoldim hozir. Boshim 4 ta bo'lib qoldi. Soat 11 gachami, 12 gachami, nechigacha o'zi Rustam aka qabul qiladi men bilmayman shuni. Shu bir standartni rejim qilish kerak restoranlar ham, чтобы biz ham bilaylik-da endi nechigacha ishlaydi, nechigacha ishlamaydi. Keyin shu Mangalga tushirdim, Mangalga tushirganimdan keyin pulni berishdi, men ketdim. Endi sizlarga savol, ayb hozir kimda bo'lyapti hozir? Menda bo'lyaptimi, ularda bo'lyaptimi? Ularni men aldab borganim yo'q. O'sha borganimizda ham o'sha odamlar o'sha yerga turibdi. Rustam aka ham turibdi, ishchilari ham turibdi, kafelari ham ochiq, misol svitlari ham yonib. Borgandan keyin klient qabul qilmayapti deganda endi. Mana shunaqa bo'lib qolasizlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.